uzum hosillari pishdi. Bu nima maqsadda aytilyapti? Pishdi degani bu tugadi degani. Hosil uzumlarimiz pishdi. Bu tabiiy ofat do'l urish natijasida mana shu holatga keldi. Buni uzum qilib pishirishni hojati yo'q. Uzib tashlash kerak. Ko'p insonlar kommentariyalarimizni oldingi videolarimizga ko'rsatildi, ya'ni dehqonlarimizga Alloh sabr bersin deyildi. Haqiqatan ham bu uzumni ushlab turishni ma'nosi yo'q. Quvvatini olgani qoladi tuplarimizga. Buni hozir uzib tashlayapmiz va uzumlarimiz kelasi yilgi hosil uchun anchagina dam oladi va kuchga to'ladi. Bu uzumlarimizni uzib axlatga tashlagandan ko'ra arzimagan pul bo'lsa-da sotilyapti, ya'ni sotish maqsadida uzilyapti. Harna deydi, o'sha bog'imizni tagiga solinib turgan o'g'itlar yoki kunlik ishlaydigan ishchilarimizni oylik ish haqini berish uchun ham mablag'li bo'lib qolamiz. Mana shu uzumlarimizni qopga solib sotish niyatida uzib tashlayapmiz. Bir voshdan mana shunday katta bog'lar bir voshdan uzilyapti. Videodan yiroqlashmaysizlar, to'liq video Umid.uz kanalida.